Nega dumaloq qoptov bilan oyoqdagini har kuni massaj qilish shart? Kelinglarmasiga hozir juda katta foydasini aytib beraman. Ungacha siz videoga like bosib turing. Sizni oyoq qo'lingiz muzlaydi. Shu oddiygina dumaloq qoptov bilan biz 3 ta katta foyda olishimiz mumkin. Demak, ketdik. Birinchisi, oyoq qo'lingiz har doim muzda yuradi. Qishda ham, asosan yozda ham muzda yuradi. Shu holatda mana shu mashqni har kuni 5-10 daqiqa qilishingiz bilan oyoq qo'lingiz muzlashdan qutulasiz. Ya'ni qon aylanish sistemangiz yaxshilanadi va sizda butun tana bo'yicha qon yaxshi aylanadi. Shuni hisobiga sizdek oyog'ingiz hech qachon muzlamaydi. Ikkinchi foydasi, siz kuni bo'yi tik oyoqda yuradigan odamsiz. Oyog'ingiz har kuni uyga kelganingizda charchaydi, og'riydi. Siz shu mashqni har kuni aytganimdek 5-10 daqiqa qilishingiz bilan har qanaqa og'rig'ingiz tovoningizda bo'ladimi, og'rig'ingiz belingizda bo'ladimi, og'rig'ingiz yelkangizda bo'ladimi, bu mashq bilan siz butun tanangizdagi og'riqlardan voz kechishingiz, ya'ni qutulishingiz mumkin. Uchinchi foydasi yoshi katta qariyalarimizga tegishli. Qariyalarimizga oddiygina tennis qoptigini olib berishimiz bilan har kuni shu oddiygina mashqni 5-10 daqiqa qilishligi bilan oyoqlaridagi har qanaqa charchoq, oyoqlaridagi har qanaqa shish, ya'ni ularda oyoq ishib ketishi bo'ladi. Mana shu og'riqlarni, ishib ketishini oldini olishimiz mumkin va shu oddiy mashqdan bu holatdan qutulishimiz mumkin. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog'liq birinchi o'rinda, salomat bo'lasizlar.